Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam afzalul a'mal idkhalus sururi ala qulubil mu'minin. Afzalul a'mali ba'dal fara'id idkhalus sururi ala qulubil mu'minin. Alloh jalla va ala farz qilgan amallardan keyingi amallarning eng go'zali bir mu'min ikkinchi bir mu'minni qalbiga xursandlik kirgizmoqlikdir dedilar. Idkhalus sururi ala qulubil mu'minin khayrun lahu min ibadati 60 sanatan dedilar. Bir mu'minni qalbiga xursandlik kirib, hayitiz muborak bo'lsin, bayramingiz muborak bo'lsin, salomat qilsin deb ozmi ko'pmi hadiya berib, undan ko'rishib, uni ko'nglini olishlikni savobi 60 yillik ibodatdan afzaldir dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bir mu'minni qalbidan qiyinchilikni ketkizish, mashaqqatni ketkizish, haligi mu'minni ochligini ketkizish yoki mu'mindan qarzini ado qilib qo'yish, yo bir mu'min bilan hojatini chiqarish uchun, mu'minni ko'ngliga xursandlik solishlik uchun shu odamning hojati chiqib qolsa, shu birga yursam desa, nima bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni masjidimda bir oy e'tikof o'tirganda savobidan ko'ra yaxshiroqdir dedilar. Ya'ni Masjidul Nabaviy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak masjidlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak masjidlarida bir oy e'tikof o'tirib ibodat qilgandan bir mu'minni ko'nglini olib, xursand qilib, bir hojati bo'lsa hojatini chiqarishlikka yordam berishlikning savobi o'ta ham yaxshiroqdir. Va man masha ma'a akhihi fi hajatin hatta yatahayya lahu athbatallohu qadamahu yawma tazulul aqdam dedilar. Bir mu'minni birodarini hojatini chiqarib, ko'nglini olib, xursand qilib, birgalikda shu ishi to bitgunga qadar birgalikda yursa-yu, ishi bitgandan keyin Xudoyo taborak va taolo qiyomat kuni odamlarning qadamlari toyiladigan kunda Alloh uni qadamini mustahkam qiladi. Sirot ko'pirigiga bosayotganda uni qadami toyilmaydi, jannat sari bemalol o'tib ketadi dunyoda bir mu'minni ko'nglini olganligi sababidan dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.